Qo'yamiz Abdushi qo'ylarga zo'r qilish sharoitda yaxshi joydan qilamiz. Qo'ylar salqin joydan, suvlar oqib turibdi. Xohlagan payti cho'miltirsa bo'ladigan qilib, mana joy zo'r qilib, zakonli qilib, qaranglar, ko'rinishni. Xudo xolasa bu qo'yxonamizni o'rnatgan joyimiz Namangan viloyati Qo'qonobdi. Xudo xolasa 10 ming yig'ilib sotiladigan qilib, dunasiga 3 metr, eniga 1,5 metr, ortda qo'yga moslangan qo'yxonamiz. Usullarni ko'ryapsizlar, orqaga bo'lgan. Xo'p, qo'yxonamizga qiziqqanlarga pastda nomerlar qoldiramiz akalar. Xudo xolasa aloqaga chiqib qo'yinglar, qaylar kontaktda. Narxlar keladigan bo'lsa, shundan 4,600,000 so'mdan chiqyapti. Dastavkasi Farg'ona Marg'ilon shaharchiga bepul qolgan joylarga kelishini yozib aloqaga chiqib qo'yinglar, pastda nomerlar qoldiramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.